qaynana urdi. Qanchaqliq kelingiz edi? Sen meni urding. Oshga tuflab kelini bilan janjal qilgan qaynona videosi internet tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu tanqidlarni ko'tara olmagan qaynona o'zi ham intervyu berishga qaror qildi va o'zi bo'lgan holatni batafsil tushuntirdi. Va bizga qaynonaning qo'shnilari va boshqa tanishlaridan ham murojaatlar keldi va aslida qaynona qandayligini so'zlab berishdi. Aziz yurtdoshlar, hozir to'liq videolarni sizlarga taqdim qilaman. Malol kelmasa ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozib va bu videomiz kengroq yetib borishligi uchun bittadan like bosib qo'ying. Bilaman, aynan bu qaynona emas, lekin yomon qaynonalar ham, yomon kelinlar ham ko'p va siz yozayotgan fikrlar to'g'ridan-to'g'ri yetib boradi. Bu videomizni aynan qaynona yoki kelinlar ham tomosha qiladi. Aytingchi, sizni keliningiz yoki sizni qaynonangiz qanday va siz qanday fikrdasiz? Fikrlarni kommentariyaga yozasiz degan umidda biz esa videoni boshlaymiz. Hozir bolam, hozir. Hozir qizim. Hozir jonim bolam, hozir. Qaynona bilan tep-batang bu qaynona yo'q, qolayli boshqa yo'q demaydi. Qaynonadan o'tadi, lekin qaynonadan past ketmaydi. Bu. Ke bilan hozir. Mana shu qaynonam bo'ladi. Hozir qizim, hozir. Tozala deyapti deb tozalarni mushni qo'yaver. Ke, Yeb ichib o'tiradi. Ber malol. Ber malol olaver. Rat mana. Buyog'imni ham ochaymi? tavba qildim. Menga kulguncha qo'ltig'imni yutdim, chekwa. Hammadan kechirim so'rayman. Tavba qildim, Xudojon. Iltimos kechiringlar. Iltimos, keling shu mavzuni o'z yakuniga yetkazaylik. Sizni xalq kutyapti. Davlat nima qilyapti? Kutyapti. Iltimos deb chaqirib mana o'zlarining oldida obod qilib o'tirdilar. Iltimos va iltimoslardan videodan kim chiqarsa, qonun oldida javob berasizlar. Hozirgi mavzuyimiz ayol kishining kelinni yomonlash emas, ayib kimdaligini bilish. Demak, ayib kimdaligini bilinglar. Men to'g'risini aytaman, Alloh guvoh, to'g'risini aytaman. Men o'yladim, onada ayib yo'q, chunki beg'u bor ekanlar. Meni fikrim shu. Endi hammaning o'ziga yarasha fikri bor. Hammaga rahmat. Videoni keng hammaga tarqatinglar. Ovqatni tuflaganingiz asosiy mavzuda bu, Sanajon. Allohning oldida ham, el yurtimning oldida ham hammadan kechirim so'rayman. Tavba qildim, Xudojon. Iltimos kechiringlar. Ovqatga tuflaganim uchun. Hammaga esa rahmat. Hali yopilmagan mavzularimiz hali ancha o'tadi. Sani kuzatishda davom eting. Men hozir mana bu videoni tomosha qilgandan keyin sal g'alati bo'lib qoldim, lekin boru menga tashib berishyapti. Shuni ham bir tomosha qiling deb. Ommaga olib chiqing, shuni ham iltimos deyishdi. Men tomosha qilgancha aytganda, ancha bo'ldi g'urbat qilmaganingga, borib g'urbat qil deganda. Nafas tildan qoldingmi? Bulbul go'yo bo'lib yotding-ku. Gapir. Gapiraver, bemalol gapiraman men. Asli yiqilib tushma. Mana kelinning asl basharasi bo'ladi bu. Bemalol. Hozir bolam, hozir. Hozir qizim. to'liq videoni ham albatta joylayman. Obuna bo'lib turinglar, chunki ko'p olingan video, bilasizlar, bo'lib joylayman. Uzun bo'lib ketsa video reka chiqarmaydi. Shuning uchun mana shuni ham tashib berishdi. Va to'lig'ini ham hozir joylayman. Albatta obuna bo'linglar. Hali bu mavzuni yopmadik, hali bu mavzuga qaytamiz. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Va kecha ommaviy axborotga tarqagan video, ya'ni qaynona o'z keliniga zulm o'tkazgan degan fikrlardan video chiqarilgan. Qaynona ovqatga bir tuflagan, bir qanday bir nojaro ish bo'lganligi mavzusi butun O'zbekistonga tarqadi va o'sha onaxonni o'zlarining yonida o'tiribman, yonlariga kelganman, o'sha vaziyatda o'zi aslida nima bo'lgan va qanaqa vaziyat bo'lganligini onaxonni o'zlaridan eshitamiz. Nima bo'lgan? Ana o'sha Mana shunday bo'ldiki, kelinim meni urib boshlarimga hamma tomonimga urib tashladi. Men kelinimdan himoya qilish uchun molxonada o'tirdim, kechgacha o'tirib, oxiri mazlum bo'lmaganlik uchun dori ichishga keldim. Kelinim uylaydi, men dorini ichib
dam olaman deb o'tirsam, kelinim keldida, odammisan, boshqamisan demadi dedim, men bilan o'tirib oshni isitib, yeb o'tirgan joyimizda keldida tortdi-da, boshqa qildi. Boshim aylanib, boshimga urganligi sababli travma olganligim uchun shu ishni qildim. Shu ovqatga tupurdim. Odammisan, boshqamisan demaydi. Qaynona o'rnida ko'rmaydi meni. Men u niyatlarda kelin qilganim yo'q edi. Bitta o'g'lim bor. Siz urganligi haqida siz menga boya aytdingiz hozir. Men urganligi haqida ekspertiza qog'ozlari ham bor. Buni men sudga ham berganman. Sudyaga ham berilgan, ichki ishlarga ham berilgan deyapsiz-da. Bu haqiqatda bu. Haqiqat berganman. Bu mavzu demak anchadan beri bo'lib kelgan mavzuda, to'g'rimi? Chunki men hozir ko'pchilikdan eshityapman, siz tanigan, bilgan insonlardan eshitdim, bu ayol unaqa emas. Bu ayol qanaqaligini men bilaman. Bu unaqa ayol emas u. deb ko'p xabarlar eshitdim-da, hattoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik kommentariy yozganlar ham bo'ldi shu mahalladan. Demak, siz o'sha video chiqqandan keyin oxirgi tutuqlaganingizni bilgansiz, to'g'rimi? Men boshimga travma olganimdan keyin bilganman. U ovqatga tutilib nima bo'lganini hech narsani bilmayman men. Demak, men sizni tushundim, to'g'ri, boya ko'p gaplashdik, o'rtoqlar qaranglar. Mavzu o'zi aslida nima bo'lgan? Mahalladagilar biladi. O'zlari biladi. Bu yerda hech qanaqa qonun ayblari yo'qligiga men 100% kafolat bera olaman va video keyin tarqalyapti. Ko'pchilik blogerlar, ba'zi blogerlarga taalluqli bu videoni chiqarsalaring qonun oldida javob berasan. Bu haqda birisiga chiqqan, meni oilamni tinchlik, hatto banisada yotganlardan men chaqirib oldim uyiga, iltimos. Ancha bo'ldi g'urbat qilmaganingga, borib g'urbat deganda. Gapir, tildan qoldingmi? Bulbul go'yo bo'lib yotding-ku. Gapir. Gapiraver, bemalol gapiraman men. Asta yiqilib tushma. Mana kelinning asl basharasi bo'ladi bu. Bemalol. Hozir bolam, hozir. Hozir qizim. O'g'lim uchun deb uchastka uy joy qurgandan ko'ra hozir qiziyligi bitta dom yo qiziyligi uy joy qilib qo'yadigan zamon keldi o'rtoqlar. Instagramda nimalar bo'lib ketyapti. Mana qaynonalarni ko'rib, mana ko'rgandirsizlar, ovqatga tuplab tashlayotgan rasmoni yuzida nur yo'q. Tovoqlim yonida ho'kizdek yotgan o'g'ilni. Shunaqa o'g'illarni mana shunaqa onalar tarbiyalaydi-da. Demoqchimanki, u kelin uyiga qaytib boraman desa, otasi kirgizmaydi, uyda o'tirayotsa qaynonam bunaqa ovqatga tupurib, boshimni oshirmaydi deb tuhmat qilib o'tiribdi. Ya qanaqa bo'lsa birovning qizini uyiga olib kelib olib, mana shunaqa isterika darajada jinni sifat qilib qo'yib, yana bitta videoni ko'rgandirsizlar. O'tda vobshe banzidayotgan kelin qaynonasiga baqirib tashyapti. Yaqinlashmang menga. O'g'lingiz bilan o'zingiz yashayvering deb qachon kelinlarni tinch qo'yadigan zamon kelarkin. Hozir уже mani pakalini ham уже tushungan, lekin sir davrini qaynonalariga foydasi yo'q qilishi. Miyasida kelin qul, kelin обязан должен. Otasi kirgizmasa, qaytib kelsa, sendek qizim yo'q deb tursa, qaynonasi ovqatiga tuplab tursa, nima bo'ladi? Natijada qaynonalik maqtili ko'payadi. Kuladigan narsa emas, o'rtoqlar. Bilmayman, men mana shu temani o'zi ko'targim ham kelmaydi. Qaynona, kelin уже mashinda bo'lgan foydasi yo'q narsa. Inson o'ziga bersin. Lutchi o'g'liyligi emas, qiziyligi bir xona domab qo'yish kerak. Avvalo niyatni yaxshi qilish kerak-ku. Meni fikrimcha уже o'g'liga emas, o'g'il yo'lni topib ketaveradi. Mana bunaqa so'qimdek bo'lib xotinni qo'rlasa, onasining yoniga yotib olaveradi, lekin kelin bechara qayerga borsin? Bitta bolasi bilan bitta bo'lib keladi, ikkita uchta bo'lib qaytib ketadi. Уже oxirgi payt shuni o'ylab qoldim. Menimcha hamma qiz uzatayotganda bir xona domini alohida olib berib uzatish kerakmi? O'shanda osishlar, qaynonalik mantili kam bo'lamidi?